Hurmatli do'stlar, o'rtoqlar, meni baribir ko'p kuzatadi valla. Shu ustachilik neleri kuzatadilar-ku. Hozir yana bir joyga remont, nesine poli, patologlar, gipsokardonlarni içine alıp qo'ydik. Xudo xolasa shuni material tushirdim-da hozir bir xana pollik. Shuni kimdan olganimni sizlarga ko'rsataman. Yani atmit ketib qo'yaman-da. Toshning iloni og'zidan chiqqanning eksport varianti. Zakonniy taxtalari ajoyib. Hem arzon beradi, hem dastavka metib beradi. Bepul o'zi shuni içinde. Bozor hem meni aylanib görüp baribir şu yana bardık. Çünkü bozorda hisoblatib gördük. 3 milyon 390 bin so'm pul bo'ldi. Ozgina bir xana yetkidin pol taxtalari bo'lsa ham. Lekin bu yana bardık. Şu narsaları 3 milyon 90 bin so'm bo'ldi. 300 bin so'm fark etti. Şu yana doğru baraverasizlar. Hozir atmetga video nesini nomerini ham yozib qo'yaman, Omonboy. Şu yerda shifr ham bor, shifrlik materiallar ham bor, hamma narsasi bor. Şu yana borib, meni odam aytib qo'ysanizlar ham bo'laveradi. Yana arzonroq aytib berib biladi. Ebror xo'jadan geldik, görüp desengizlar. Bak göreringlar.